Auditorium. Yan sağ yeterli. Savollar bo'lmasa, demak endi dissertatsiyaga yetakchi tashkilot xulosasi va avtoritetga kelgan tahdidlarni o'qib chiqish uchun yana bir so'zga kotib. Dissertatsiya ish bajargan tashkilot O'zbekiston Milliy universiteti psixologiya kafedrasining 2025-yil 22 maydagi 19 Aslomiy majlisida muhokama qilingan va himoyaga tavsiya etilgan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasining qarori bilan PhD 03-430-12-2021 0107 raqamli ilmiy kengash qoshidagi ilmiy seminarning 2025-yil 13 noyabrdagi 5-sonli majlisida ko'rib chiqilgan va himoyaga tavsiya etilgan. Bayonnomada ko'chirma ilmiy seminar raisi, psixologiya fanlari doktori, professor Nurixon Salimxon Shafariyev va ilmiy kotib psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori Azizov tomonidan imzolangan va Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha rektori Yoqub Usmonovich Ibrashov tomonidan tasdiqlangan. Ilmiy seminar Saydaxon Abdullayevna Bobojanovaning tadqiqotining tugallangan yangi ko'rinishga egadir, dolzarbligi, zaruriyati, nazariy va amaliy ahamiyati, bajarilgan ishning hajmi va chop etilgan maqolalar soni bilan psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun qo'yilgan talablarga javob beradi deb hisoblab, uni O'zbekiston Milliy universiteti huzuridagi PhD 03-430-12-2021 0107 raqamli ilmiy kengashda himoyaga tavsiya etgan. Bobojanova Saydaxon Abdullayevning dissertatsiya ishiga Samarqand davlat universiteti yetakchi tashkilot sifatida xulosa bergan. Ish Samarqand davlat universitetining amaliy psixologiya kafedrasining navbatdan tashqari yig'ilish majlisida muhokama etilgan. 2025-yil 25-dekabrdagi 5/2 sonli majlis bayonnomasi. Majlis raisi psixologiya fanlari doktori professor Odil Safarovich, tafsirchilar psixologiya fanlari doktori R.A. Abdurasulov, psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD S.Sh. Umatova. Xulosa ijobiy, ayrim kamchiliklar va takliflar keltirib o'tilgan. Dissertatsiya tadqiqotiga quyidagi mutaxassislardan tavsiflar olingan. Osh davlat universiteti pedagogik mahorat va jurnalistika instituti psixologiya kafedrasi psixologiya fanlari doktori Azakirov, Qirg'iziston. Tojikiston ta'lim akademiyasi Abdurahmon Jamiy nomidagi ta'limni rivojlantirish instituti psixologiya bo'limi boshlig'i N.P. Abdurashidov, Tojikiston. Nizomiy nomidagi O'zbekiston Milliy pedagogika universiteti amaliy psixologiya kafedrasi dotsenti L.S. Tursunov. Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti sotsiologiya kafedrasi xodimi, psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD dotsent Elyor Homomat Rizayevich. Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti psixologiya kafedrasi professori, psixologiya fanlari doktori Abdulmin Nagimov Rasulov. Toshkent xalqaro universiteti ijtimoiy fanlar va ta'lim kafedrasi professori bajaruvchisi, psixologiya fanlari doktori Nazima Mahmujanova. Ma'mur universiteti psixologiya va umumiy fanlar fakulteti dekani, psixologiya fanlari doktori professor Lazbayev.
O'zbekiston Respublikasi Harbiy xavfsizlik va mudofaa universiteti serjantlar tayyorlash oliy maktab boshlig'ining ilmiy ishlar va innovatsiya bo'yicha o'rinbosari, psixologiya fanlari doktori, professor va polkovnik Ravshan. Toshkent xalqaro moliyaviy boshqaruv va texnologiyalar universiteti pedagogika va psixologiya kafedrasi professori Haydarov. Rahbar kadrlarni baholash markazi direktori, psixologiya bo'yicha falsafa doktori Abdulla. Tadqiqotlar ijobiy. Xulosa sifatida aytish mumkinki, aksariyat tadqiqotlarda mavzular olingan natijalar ilmiy amaliy ahamiyatga ega deb hisoblangan. Tadqiqot so'ngida muallifni 19.0005 ijtimoiy psixologiya, etnopsixologik ixtisosligi bo'yicha psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olishga loyiq deb hisoblangan. Rahmat. Kotibaga savollar bo'lsa marhamat. Savollar bo'lmasa, yetakchi tashkilot va kelgan tahdidlarga munosabat bildirish uchun yana tadqiqotchiga so'z beramiz. Rahmat. Hurmatli rais, yetakchi tashkilotga javobimiz tadqiqot ishimizni o'zlarini qimmatli vaqtlarini ayamay o'qib chiqib, kerakli taklif va tavsiyalarni berganliklari uchun yetakchi tashkilotning rahbariyatiga va ilmiy jamoaga Abdurasulov Rustam Abduraimovich va ummat vositdori Shavkatullayevlarga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ko'rsatilgan kamchiliklarni inobatga olgan holda keyingi ishlarimizda albatta ko'rib chiqamiz. Endi rasmiy muhokamaga o'tamiz. Birinchi so'z rasmiy opponent Abdullayeva Shoira Hamidovna, psixologiya fanlari doktori, professor, nimada ishtirok etadi? Bilmagan lekin. Kamoliddin Qodirov bor, ilmiy bo'lim Bo'lmasa ikkinchisini ko'ramizda. Ikkinchi opponentimiz Arabayeva Dami Guruh Qurbonovna, psixologiya fanlari nomzodi, dotsent. Marhamat. Iqtisodchi Babajan Masayidxon Abdullayevning 19.0005 ijtimoiy psixologiya, etnopsixologiya ixtisosligidan psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun yozilgan pedagog shaxsi emotsional holatlarining ijtimoiy psixologik xususiyatlari mavzusidagi dissertatsiyasi va uning avtoratiga quyidagicha tahdid berildi. O'quvchilarning emotsional holatlari pedagogik faoliyatning samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan muhim omillardan biridir. Ta'lim jarayonida o'quvchining ruhiy va hissiy holati, o'quvchilarning motivatsiyasi, o'quv faoliyatiga bo'lgan yondashuvi va ta'lim jarayonining sifatiga ta'sir qiladi. Shuningdek, o'quvchilarni emotsional jihatdan qo'llab-quvvatlash va ularga psixologik yordam ko'rsatish, o'quvchilar bilan samarali muloqot o'rnatishda muhim rol o'ynaydi. Mazkur dissertatsiya o'quvchilarning emotsional kompetensiyasini rivojlantirishga qaratilgan yangi yondashuvlarni taklif etadi. Shu bilan birga, tadqiqot mamlakatimiz ta'lim tizimida o'quvchilarning psixologik yordamga bo'lgan ehtiyojini qondirishga, ta'lim sifatini oshirishga va o'quvchilarning muvaffaqiyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatishga yordam beradi. Dissertatsiya o'quvchilarning emotsional holatini boshqarish va pedagogik faoliyatni yanada samarali tashkil etish uchun yangi ilmiy asoslarni ishlab chiqishga qaratilgan. Tadqiqotchi Babajan tomonidan tayyorlangan ushbu dissertatsiya ishi kirish, 3 ta bob, 9 ta paragraf, xulosa, foydalanilgan adabiyotlar lug'ati va ilovalardan iborat. Dissertatsiya ishi O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi talablari asosida yozilgan bo'lib, bunda tadqiqotchi muammoni tadqiq etishning nazariy metodologik asoslari, tadqiqot jarayonidagi ijtimoiy psixologik xususiyatlar va maxsus tadqiqot orqali muammoning istiqbol masalalarini yoritishi jihatlariga o'z e'tiborini qaratadi. Ilmiy muammoni o'rganish yo'lida 273 ta ilmiy adabiyot va manbalardan foydalanilgan. Dissertatsiyaning kirish qismida mavzuning dolzarbligi va zarurati asoslangan. Dissertatsiyaning birinchi bobi psixologiyada emotsional holat muammosi deb nomlanib, unda psixologiyada emotsional holatlarni o'rganish va ularning inson faoliyatiga ta'siri tahlil qilinadi. Ushbu bobda emotsiyalar va psixik holatlar orasidagi farqlar,
ularning psixologik asoslari va pedagogik faoliyatiga ta'siri ko'rsatilgan. Tadqiqotchi emotsional holatlar o'qituvchilarning ta'lim samaradorligiga qanday ta'sir qilmoqda va pedagogik muhitga qanday o'zgarishlarni keltirib chiqarishini o'rganadi. Ikkinchi bob o'qituvchining emotsional doirasi psixologik xususiyatlar deb nomlangan va unda o'qituvchining emotsional holatlari va uning pedagogik faoliyatga ta'siri o'rganiladi. Muallif o'qituvchilarning psixologik holatlari o'quvchilarga qanday ta'sir qilishi va pedagogik samaradorlikka aks etishini tahlil qiladi. Bu bobda o'qituvchining emotsional salohiyatini rivojlantirish uchun metodologik yondashuvlar va amaliy tavsiyalar ko'rsatilgan. Muallif o'qituvchilarning emotsional barqarorligini rivojlantirishning pedagogik faoliyatdagi ahamiyatini yoritadi. O'qituvchining emotsional barqarorligi uning ruhiy holatini boshqarish qobiliyatiga, stressni yengish imkoniyatiga va o'quvchilarga ijobiy ta'sir ko'rsatishga bog'liq. Ushbu bobda o'qituvchilarning psixologik qo'llab-quvvatlanishi, stressni boshqarish metodlari va emotsional intellektni rivojlantirishning pedagogik samaradorligini oshishdagi roli haqida ilmiy tahlillar keltiradi. Dissertatsiyaning o'qituvchining emotsional holatlari va uning eksperimental tadqiqi deb nomlangan 3-bobida o'qituvchining emotsional holatlari boshqarish va pedagogik faoliyatga ta'sirini o'rganish uchun eksperimental tadqiqotlar o'tkazilgan. Tadqiqotda o'qituvchilarning emotsional holatlarini tahlil qilish uchun psixodiagnostik tadqiqot metodikalari qo'llanilgan. Bunda eksperimental tadqiqotning metodologiyasi keng yoritilgan. Qo'llanilgan metodlar o'qituvchilarning emotsional holatlarini o'lchash va ularning pedagogik faoliyatga ta'sirini baholashda samarali bo'lgan. Shuningdek, natijalar asosida o'qituvchilarning emotsional kompetensiyasini rivojlantirish uchun tavsiyalar ishlab chiqarilgan. Har uchala bobda o'qituvchilarning emotsional holatlarini boshqarish va pedagogik samaradorlikni oshirish bo'yicha ilmiy tahlil va metodologik yondashuvlar aniq va samarali ishlab chiqilgan. Tadqiqotning metodologik asoslari va ilmiy yangiligi yuqori darajada bo'lib, o'qituvchilarning emotsional kompetensiyasini rivojlantirishga qaratilgan tavsiyalar ta'lim tizimining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Dissertatsiyaning har bir bobida ilmiy tahlil, metodologik yondashuvlar va amaliy takliflar mavjud bo'lib, ular ta'lim sohasidagi amaliy ishlamalar uchun katta ahamiyatga ega. Yuqorida keltirilgan fikrlar bilan bir qatorda dissertatsiyada quyidagi ayrim taklifiy xarakterga ega bo'lgan kamchiliklar ham ko'zga tashlanadi. Birinchidan, adabiyotlar tahlilining ayrim qismlari yanada chuqurlashtirish lozim edi. Xususan mahalliy tadqiqotlarga alohida e'tibor qaratish zaruriyatini ko'rsatib o'tish maqsadga muvofiqdir. Ikkinchidan, 3-bobning o'qituvchining emotsional holati namoyon bo'lish natijalari qatorida ta'lim jarayonida o'qituvchining emotsional holatining o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash maqsadida o'qituvchilarning ish faoliyatida yuzaga keladigan emotsional holatlarga bo'lgan munosabatlarni o'rganishga yo'naltirilgan savolnoma natijalari ijtimoiy psixologik nuqtai nazardan batafsil tahlil etilishi mumkin edi. Uchinchidan, turi 3 rasmdagi o'qituvchi statistika ko'rsatkichlari hamda turi 7-jadvaldagi o'qituvchilar faoliyati jarayonidagi nomaqbul emotsional holatlar bo'yicha olingan natijalar tahlillarni yanada kengroq tahlil qilish talab etiladi. Ushbu tahlillarni yanada batafsil izohlash, ularning metodologik asoslari hamda natijalarga ta'sir ko'rsatuvchi omillarni aniqlash orqali tadqiqotning ilmiy ahamiyatini va amaliy qo'llanilishini yanada mustahkamlash mumkin edi. Umuman olganda, yuqorida keltirilgan kamchiliklar tadqiqotning amaliy nazariy qiymatiga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi. Ushbu kamchiliklar tavsifiy va taklifiy xarakterga ega bo'lib, ular ishning ilmiy metodologik asoslari yoki uning amaliy ahamiyatini kamaytirmaydi. Dissertatsiya to'liq yakunlangan va ilmiy nazariy hamda amaliy jihatdan katta ahamiyatga ega bo'lib, tadqiqot sohasida yangi qo'shilgan ilmiy bilimlarni taqdim etadi. Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, O'zbekiston Milliy universiteti tadqiqotchisi Babajanova Saidaxon Abdullayevnaning 19.00.05 ijtimoiy psixologiya, etnopsixologiya bo'yicha psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun yozilgan pedagog shaxsi emotsional holatlarning ijtimoiy psixologik xususiyatlari nomli dissertatsiya ishi
O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan qo'yilgan talablarga mos keladi va uning muallifini psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD darajasini olishga loyiq deb hisoblayman va ishni ilmiy darajaga olishga tavsiya etaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat sizga ham. Marhamat, so'z tavsiflarda munosabat bildirishingiz uchun. Hurmatli rais, tadqiqot ishini o'zlarini motivatsiyalarini ayamay o'qib chiqib, kerakli taklif va tavsiyalarni berganliklari uchun David Qurbonovga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz va keltirgan tavsiyalarga javobimiz quyidagilardan iborat. Birinchi keltirgan tavsiyangizga mazkur kamchiliklarni inobatga olgan holda keyingi ishlarimizda ko'rib chiqamiz. Bu bo'yicha. Va ikkinchi ko'rsatgan tavsiyangiz bo'yicha ilmiy rahbarimiz bilan birga maslahat qilgan holda qisqa aniq shaklda yozishni lozim deb topdik. Uchinchi taklifga mazkur kamchiliklarni inobatga olgan holda keyingi ishlarimizda ko'rib chiqamiz deb javobimizni. Rahmat. Bo'lmasa so'zni endi Abdullayeva Shayx Hamidovnaga beramiz. Nimada kirgan, onlayn kirgan, faqat ovozda muammo bo'layotganligi uchun agar ruxsatlaringizni Fotimaga o'qib berish uchun bersak. O'zbekiston Milliy universiteti tashkilotchisi Babajon Saidxon Abdullayevlarning 19.05 ijtimoiy psixologiya ixtisosligi bo'yicha psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi va tezkorligi rasmiy amaliyot taqdisi. Ishning ijobiy tomonlari haqida gapirganda mavzuning tadqiqotlari va shu bilan birga eng o'rganganligi hamda tadqiqotchi muammoga yangicha tizimli yondashishga harakat qilganligi ta'kidlash joiz. Muallif tomonidan o'rganilayotgan mavzu bo'yicha pedagogika va psixologiyada yoritilgan bir qator tadqiqotlar sharhlangan. Mualliflik so'rovnomasi ishlab chiqilgan. Bizdan o'z oldiga qo'ygan maqsadiga erishgan. Dissertatsiyasining ijobiy tomonlari bilan bir qatorda quyidagi kamchiliklarni keltirib o'tirish lozim. Metodikalar bo'yicha olingan natijalar tahlilida muallif o'z natijalarini shu yo'nalishdagi boshqa tadqiqotlar bilan taqqoslab keltirganda maqsadga muvofiq bo'lar edi. Ikkinchisi, dissertatsiyasining xulosa qismida tadqiqot natijalari bo'yicha xulosalardan o'xshash punktlarni birlashtirib, aniq ko'rinishini keltirish xulosalarni ijod qilishni yengillashtiradigan bo'lardi. Uchinchisi, dissertatsiya matnida stilistik va ortografik xatolar uchraydi. To'rtinchisida, dissertatsiyada qo'llangan metodikalar bo'yicha shakllantirilgan jadvallarda ko'rsatkichlar o'rtasidagi korrelatsion aloqadorlik koeffitsiyentlarini izohlar keltirish lozim edi. Yuqorida qayd etilgan kamchiliklar dissertatsiya ishining mazmuni, bunda keltirilgan natijalarning biznes salohiyatiga yetkazmaydi va tavsiyaviy xarakterga ega. Dissertatsion tadqiqot dolzarb mavzuni yoritib bergan ilmiy amaliy ahamiyatga molik avtoritet mazmunan dissertatsiyaga mos keladi. Babajonov Saidxon Abdullayevning 19.05 ijtimoiy psixologiya va psixologiya ixtisosligi bo'yicha psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun yozilgan pedagog shaxsiyat san'at holatlarining ijtimoiy psixologiya xususiyatlari mavzusidagi dissertatsiyasi yaxshi ilmiy saviyada bajarilgan. O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiyasi tomonidan PhD dissertatsiyalariga qo'yiladigan talablarga javob beradi va uning muallifi Babajonov Saidxon Abdullayevni o'zi da'vogarlik qilayotgan ilmiy darajaga loyiq deb hisoblayman. Rasmiy fanning psixologiya fanlari doktori professor Shoira Hamidovna Abdullayeva. Marhamat, Saidxon Abdullayev.
munosabat bildirish mumkin. Rahmat, tadqiqot ishimizni o'zlarini qimmatli vaqtlarini ayamasdan o'qib chiqib bergan tavsiyalari uchun Shoiraxon Hamidovna Abdullayevaga rahmatimizni aytamiz. Keltirgan tavsiyalarga javobimiz quyidagilardan iborat. Birinchi tavsiyaga mazkur kamchiliklarni inobatga olgan holda keyingi ishlarimizda ko'p chiqamiz deb javob berdik. Ikkinchi bergan tavsiyalariga rahbarimiz bilan birgalikda maslahatlashgan holda qisqa va aniq shaklda yoritishni lozim deb topdik. Uchinchi kamchiliklarga mazkur kamchiliklarni inobatga olgan holda keyingi ishlarimizda albatta bu xatoliklarga yo'l qo'ymaymiz. Oxirgi kamchiliklar berganlarida mazkur kamchiliklarni inobatga olgan holda keyingi ishlarimizda ko'rib chiqamiz. Rahmat. Xo'p, rasmiy muhokama tugadi. Abonentlar fikrlari hamda tanqidchilar fikrlarini eshitildi. Endi navbat norasmiy muhokamaga so'zga chiquvchilar bo'lsa, marhamat, so'zni sizdan boshlayman. Уважаемые коллеги, у меня две части моего выступления. Во-первых, я бы хотела сказать о содержании работы, потому что это одна из немногих работ, которая представлена попытка связать эмоциональное состояние, социальные психологические особенности и личности педагогов. И в этом смысле работа заслуживает всяческого одобрения. И, надеюсь, члены совета поддержат ее при голосовании. Ну и вторая часть моего выступления, она связана с тем, что мы сегодня наблюдаем факт профессионального развития нашей коллеги, с которой мы очень много лет вместе работаем. И я поздравляю Саиду Абдуллаевну, Димбаку Фужану с тем, что мы явились свидетелями этого события. Yana so'z. Assalomu alaykum, hurmatli Raislar, kengash qiluvchilar, barchalaringizga yangi yil tabriklayman. Yangi yil oldidan chiroyli namoyon bo'ldi. Saidxon Abdullayevning pedagog shaxsiy emotsional holatlar xususiyatlar mavzusi bo'yicha dissertatsiyasini haqiqatda bugungi kunda dissertatsiyadan dolzarbligi ko'ryapmizki, mana internet tarmoqlarni boshladi. Ko'pchilik o'ylashi mumkin, pedagog turgach charchab ketmadi bu odamlar, lekin bu bugungi talab, bugun jamiyat deformatsiya, nima deydi, reorganizatsiya bo'lyapti. Odamlar dunyoqarashi o'zgaryapti, o'qituvchilarga munosabatlar, odamlar turlashtirib, ijtimoiy tabaqalar aniq shakllanyapti. Bu davrda o'zida pedagog shaxsi juda ham muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Shuning uchun men dissertatsiyamni 3 ta muhim jihatdan ajratib qo'ydim, bu to'g'risida aytsam. Birinchidan, pedagog faoliyat samaradorligini oshirishda dars sifatini yaxshilash, muloqot madaniyatini yaxshilashga xizmat qiladi bo'lish. Ikkinchidan, kasbiy deformatsiya, emotsional kuyish degan narsa bor, emotsional holatda bo'lyapti. Bu ishda bunda berilgan tavsiyalar o'shaga o'qituvchilarga aniq maqsad yo'naltirilsa, bu o'qituvchilarga o'sha emotsional charchoq yoki emotsional kuyish kabi holatlarni oldini olishga xizmat qiladi. Shuningdek, pedagog, o'qituvchi, jamoa o'rtasida munosabatlar haligi persepsiya, refleksiya kabi jihatlarni yaxshilashga xizmat qiladi. Shuningdek, pedagog pedagoglar psixologik salomatligini muhofaza qilish yo'nalishida ham katta ahamiyatga ega deb hisoblayman va yuqorida tarqatishchilarda hamkasbimiz fikrlarni qo'llab-quvvatlagan holda ovoz berishlaringizda o'zingizdan shaxsiy kerak, o'zingizdan haqiqatda ishlaydigan, ko'p yil tajribaga ega, o'zi pedagog, o'zi bevosita boshdan o'tkazgan kelayapti, xizmat qilyapti va ustozimiz rahbarligida bu ish bugun shu kunga mo'ljallangan ekan va bayram kunlari yuzaga kelyapti. Bu birinchidan yaxshi, shuning uchun o'ylayman, qo'llab-quvvatlasanglar yaxshi ish qilgan bo'lar edik deb o'ylayman. Rahmat. Rahmat. Yana so'z. Assalomu alaykum. Hurmatli mitingga tayinli kengashlar a'zolari. Avvalambor, bu bir tomondan O'zbekiston Milliy psixologiya hamdardlik yutug'i, ikkinchi tomondan Nurga Xo'jayeva, uchinchi tomondan Saida Abdullayevning yutug'i va biz navbatda ushbu hamkasblarning yutug'i. Chunki ergashgan yillarda ijtimoiy sohadagi olimlar 40 yoshdan keyin
Saida men uchun pishib, ancha yetilib bo'ldilar. Chiqadi. Albatta qo'llab-quvvatlash zarur. Ikkinchi tomondan, haqiqatan ham pedagog faoliyat bilan bog'liq bo'lgan masala jamiyatni qaysi davr bo'lishi qat'iy albatta dolzarb hisoblanadi. Faqat pedagoglardagi emosional holatni ijtimoiy xususiyatlari masalasini ko'tarish bu bugungi kundagi eng dolzarb masala sifatida Saida tomonidan o'rganilgan. Men shuni taklif qilardim, istiqbolda agar Saida yana kuch-quvvat nima qilib bu ishni davom ettiradigan bo'lsa, bevosita o'sha pedagoglarni emotsional holatni past ko'rsatuvchi ijtimoiy psixologik determinantlar nimalar bor? Bu oila bilan bog'liqmi? Kasbiy faoliyat bilan bog'liqmi? yoki qanaqadir chet shaxslar munosabat bilan bog'liq. Shu namunalarni o'rganish men istiqbolda belgilagan va albatta ushbu ishni qo'llab-quvvatlashni lozim topaman. Rahmat. Yana bor. Mana Amerika Qo'shma Shtatlarida agar 5 yil maktabda o'qituvchi bo'lib ishlasa, odam keyin psixiatr ko'rigidan o'tish kerak. Bizda 40 yillik o'qituvchiman, 50 yildan beri o'qituvchi bo'lib ishlayman deb bu faqat hisoblanadi, faqatlanib gapirishadi. Lekin aslida mana maktab sharoitini hammamiz bilamiz. Maktab o'qituvchisi bo'lishday og'ir kasb o'zi yo'q. Chunki mana bolalik davri ontogenez psixologiyasida alohida va umuman insoniyat tarixida alohida davr bo'lib ajralib chiqqanidan boshlab ota-onani yonida albatta o'qituvchi, murabbiy bo'lgan va bu dolzarb va mas'uliyatli kasb hisoblangan. Lekin ozgina bolalar bilan ishlagandan keyin o'zi xohlaydimi, xohlamaydimi, bu kasbni sevadimi, sevmaydimi, insonda shu hozirgi dissertatsiyada ko'rib chiqayotgan emotsional holat o'zgarishlari yuzaga keladi va albatta bu jarayonda o'qituvchilarda ana shu holatlarni profilaktika qilish, kerak paytda yordam berish masalalarini hal qilish psixologlar zimmasiga yuklatiladi. Shuning uchun ham men hozir Abdumo'minning gaplariga qo'shilmoqchiman. Bu masala aytaylik, hali bugun erta tomon bo'ladigan mavzu emas. Davom ettiriladigan, o'zini aytaylik, ertaga ko'rinishini o'zgartiradigan va yechimini kutadigan masala hisoblanadi. Endi Saidaxonni shaxsiy xususiyatlariga keladigan bo'lsak, katedramizda uzoq yillar mobaynida, men masalan shu ketman, Saida shu katedrada bo'lganida uzoq yillar mobaynida katedrani hayotida ishtirok etib, faol qatnashib yurgan xodimlarimizdan hisoblanadi va o'ylaymanki, bu bilan Saida to'xtatganlar ishlarimizni davom ettiradilar va bu yo'lda men muvaffaqiyat tilayman. Rahmat. Yana so'zga chiquvchilar. Buncha men o'zim avvalo Gapchamni shunaqa ish bilan tabriklayman. Haqiqatan juda o'z vaqtida bo'ladigan ishlardan bittasi sifatida aytish mumkin. Ishda yana bitta hozirgina bitta tarafi ko'rinib qoldi. Masalan, buni etik jihatlari ham bo'lishi mumkin shekilli. Mana o'zim AQSh misolidagi 3 yildan keyin agar psixologik ko'rikdan o'tish kerak bo'layotgan bo'lsa, Yaponiyada hamma ishonch o'qituvchilarga nisbatan qaratiladi. Qaysi yoshdan bo'lishidan qat'iy nazar. Demak, buni etnik xususiyatlarini ham o'rganish alohida jihat sifatida ko'rib, shu ishni himoya davomida bitta yangi yo'l ochganligida deb aytsa ham bo'ladi etnik xususiyatlar. Va yana ikkinchi tomoni, Saidaxon o'zlarini kechinmalaridan kelib chiqib, o'sha pedagog auditoriyaga kirganda qanaqa tutish kerakligini, munosabatlarni qanday shakllantirish kerakligini o'zlarida juda yuksak darajada shakllangan deb hisoblayman. Endi shaxsiy jihatlariga keladigan bo'lsak, birinchi shu himoyada raislik qilayotganimdan xursandman. Saidaxon bizning kursdoshimiz. Bu proyektda bo'ldim, tashqarida bo'lsa ham. Yoshlaringiz ketib olishingiz kerak. Albatta o'tib ketadi. Nimasi bu Saidaxon o'zlarini hislatlari bilan juda bog'liq ravishda shu mavzu ham o'ziga mos bo'lgan mavzu sifatida deb hisoblayman.
va bu ishni qo'llab-quvvatlash nafaqat Said Abdullayev, balki butun pedagoglar jamoasini tadqiqotlarini qo'llab-quvvatlash mumkin. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Endi shu joyda balki nimadir ilmiy rahbarga so'z navbatini beramiz. Vaqtlarni qo'llayman. Hamma gaplarga birinchidan boshlayman. Ikkinchi masala jamiyat rivojlanmoqda, o'qituvchilik va pedagogik faoliyatda ham biza qiyinchilikka uchrayapmiz, o'zimizda ham. Maktabda bu qiyinchiliklar menimcha undan ham ko'proq. Hozirgi kunda prezidentimiz yaqinda vazirlik ham ko'tardi bu masalani. Qanaqa qilib shu muammolarni yechish? Pedagog bu asosiy figura deb hisoblanadi deb taklif etdilar. Prezidentimiz ham, vazirimiz ham aytdilar, qanaqa qilib shu muammolarni yechishga faqat pedagog yordam berish mumkin. Ish davomida mana qiziqarli faktlarga ega bo'ldim. Staj o'qigan sari o'qituvchi birinchidan deformatsiya bo'ladi, ikkinchidan charchaydi, frustratsiyaga uchraydi, lekin o'zini rag'batlantirish masalasi esidan chiqib qolar ekan, lekin esidan chiqmasa ancha ko'p ko'rsatishlar o'sar ekan. Menimcha bizga ham bu kerakli jihat. Ikkinchidan o'zlariga to'xtatib o'tsam, Saidaxon Abdullayeva, men haligacha ulardan ko'p narsani o'rganaman. To'g'risini aytsam, plan minimum bo'lganda, menimcha bu yil bajardi. Ilmiy kengash bajardi, kafedra bajardi, o'zlari. Umid qilaman, shu ishni davom ettiradilar. Oliy ta'lim tizimi uchun ham tavsiyalar ishlab chiqiladi. Kelgusi doktorskiy ishlarida, dotsent, professorlik jarayonlari. To'g'risini aytsam, oson bo'lmadi bularga shu yerda turish, lekin shu ishni ham qildik, maqsadga erishdik. Menimcha chiroyli, sifatli, tugatilgan ish bugun taqdim etildi. Rahmat. Dissertatsiya muhokamasi tugadi. Agar boshqa so'rga chiquvchilar bo'lmasa, ovoz komissiyasi bo'yicha takliflar tushyapti. Buni professor Rasulov, professor Karamyan tashkilotini va professor Arziqulov ko'rsatib qiymatlayaptilar. Agar tasdiqlab bersalaringiz yaxshi. Что такое еще? Да. Я просто герой. Нет, я говорю, я им видела, пару я вышла. А то весна geldi. Yok bu. Что gerek? Var. Görüyor işte ne bak şunu sağ ol. Düştü mü atmayayım? Şöyle var. Да, уже Bu sana.
Genelde bakar.
Assalamualaikum hizmetler. Herkese ilmi kengeş reisi, ilmi kengeş wazirlari, Şükran Ovara Sanat Komissiyasi tuzilganida Sanat Komissiyasining raisini tayinlanishingiz kerak. So'rayman. Rahmat. Tak. Sanat Komissiyasi Majlisining bayonnomasi 2025 yil 29 dekabr. Saylangan komissiya tarkibi Arzaqulov, Karamiyan, Rasulov. Komissiya Babajan va Said Abdullayevning texnologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olishga qo'ygan dissertatsiyasini yuzasidan yashirin berilgan ovozlarni shaxsi sanash uchun taylandi. Ilmiy kengash tarkibi 13 kishidan iborat. Ilmiy kengash tarkibi hal qiluvchi ovoz berish huquqi bilan qo'shimcha ravishda odam kiritilmadi. Majlisda ilmiy kengash a'zolari 12 kishi qatnashdi. Shu jumladan ko'rib chiqarilayotgan dissertatsiya asosligi bo'yicha 8 nafar fan doktori ishtirok etdi. 12 ta byulleten tarqatildi, bitta byulleten tarqatilmay qoldi. Tushida 12 ta byulleten borligi aniqlandi. Ovoz berish natijalari Babajon va Said Abdullayevning psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktor PhD ilmiy darajasini berish bo'yicha quyidagicha ovoz berildi. Tarafdorlar 12 ta, qarshilar yo'q, yaroqsiz byulleten topilmadi 100%. Komissiya raisi Dilshod Aziqulov. Rahmat. Demak, bugungi majlisga ko'ra fikr mulohazalar asosida ilmiy kengash loyihasi mavjud. Bu bo'yicha qanaqa fikrlar
qabul qilamiz. Tasnifiy belgilarga e'tiborlaringizni qaratsak. Birinchi dissertatsiya natijalarini xususiyatlari dissertatsiya natijalarining yangilik darajasi dissertatsiya natijalarining qiymati dissertatsiya mavzusini rejadagi tadqiqotlar bilan aloqadorligi amaliy ahamiyatga molik dissertatsiya natijalaridan qay miqyosda foydalaniladi amaliy ahamiyatga molik dissertatsiya natijalaridan keng foydalanish yuzasidan natijalar kengash qarorini ilmiy kengash qarori Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi PhD.12.0.2021.01.07 raqamli ilmiy kengash tadqiqotchi Bobojonova Saidaxon Abdullayevnaning 19.00.05 ijtimoiy psixologiya, etnopsixologiya ixtisosligidan psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun pedagog shaxsi emotsional holatlarining ijtimoiy psixologik xususiyatlari mavzuda yozgan dissertatsiya ishi va unga tegishli hujjatlar O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasiga taqdim etilsin hamda ilmiy kengashni dissertatsiya himoyasi to'g'risidagi xulosasini tasdiqlab berish so'ralsin. Ovoz berib tasdiqlab qo'ydi. Yakunlovchi so'zni yana tadqiqotchiga beramiz. Marhamat, Saidabullah. Birinchi navbatda ilmiy rahmatlarga rahmat bildirib etmoqchiman, chunki shularni harakatlari bo'lmaganida men to'g'risini aytaman, o'zim hali qilmagan bo'lardim, chunki bular eng katta shuncha ota-onam bilmaysanmi himoya etsa ham kelib yurardim. Balki ularni oxiri o'zlari keyin davlat tezlashing bo'ling, himoya qilmasangiz bo'lmaydi deb o'zlari motivatsiya berib, yordam berib turganlari uchun mana shu jarayongacha yetib keldik. Katta rahmat sizga, doim sog' bo'ling, shogirdlaringiz ardog'ida yurgin har doim. Va o'zimni ota-onamga, yaqinlarimga nimaga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Rahmat har doim hamkasblarim, ustozlarim, do'stlarim har doim hammasi yonimda bo'lishdi, qo'llab-quvvatlashdi. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Rahmat. Ilmiy kengash a'zolariga ham katta rahmat. Shu vaqtlarni ayamasdan kelib, sizlarni eshitganinglar uchun, bildirgan taklif, mulohazanglar uchun, bildirgan yaxshi so'zinglar uchun hammanglarga rahmat. Sog' bo'linglar. Rahmat. Omad demak, birinchisi tugadi, tanaffus e'lon qilamiz. Non si fa bene, non fa